Xo'p, mana. Assalomu alaykum. Qayerdan bo'lyapsizlar, opa? Yaxshimi? Sharoitlar yo'qyaptimi? Yaxshi bo'lyapsiz. Bo'y po'rda kelganini eshitib keldik. Ovqatlariga zo'r gap yo'q. Zo'rmi, gap yo'qmi? Xonalar issiqmi? Zo'r, sharoitlar Issiq, sharoitlar zo'r, xo'p bo'ladi. Do'stlar, va o'zi boshqa narsa ko'rsatmoqchi edim. Qaranglar. Mana shu joy mana. Mana shu joyimiz bo'lsa, xo'p, mana qaranglar. Mana shu yerga men katta ekran qo'ymoqchiman mana. Katta bunaqangi katta ekran, misol uchun 8 metrga 6 metrmi, 10 metrga 6 metrmi bilmayman. Hatto odamlarda reklamasi turadi va manetlarda mana joylarda mana pufiklar qo'yib, bolachalar ham o'ynashadigan qarang. Mana. Xo'p, pufiklar turib bitta sahna qilib bermadi. Hatto tomosha qilishadi, mana ro'para sahnada katta ekranda, konsertlar, mana sahna qilamiz, konsert bo'ladi. Va asli reklama ekranda ertalabdan kechgacha reklamalar yoniq turadi. Qanaqa reklama? Siz brendingizni reklamasi turadi katta ekranda va konsert kunlari san'atkorlar bilan gaplashamiz inshaalloh. San'atkorlar olib keladi, g'ona shunaqangi shoular o'tkazib, shunaqa kunlar, kechalar qilamiz va o'sha paytda ham reklamangiz chiqadi. Demoqchimanki, doim reklamalaring bo'ladi va bunga menga homiylar kerak bo'ladi. Bir hech bo'lsa 20 ta kompaniyadan men homiy olishim kerak. U Toshkentdan bo'ladi, Farg'onadan qattiq misol uchun katta kompaniya bo'lsa, reklamasini olaman. Bir yilda 3 marta o'zim borib ishxonasini yoritib beraman. O'zim sahifamda reklama qilib beraman va bu ekranda ham turadi 1 yil o'sha homiylarga. Va keyingi yilga shu ekranga reklama bermoqchi bo'lsa ham, narximiz nech pul bo'lishidan qat'iy nazar reklamaning narxi 50% chegirma bo'ladi shu kompaniyalarga. Homiy bo'lmoqchi bo'lganlar shunaqa qilsa bo'ladimi? Oldin fikrlaringni ham yozinglar. Bu prosta taklif. Shunaqa qilsa bo'ladimi? Va qildik ham deylik, men o'zimcha o'rtacha bitta homiyga $600 hisoblayapman. Sababi 3 marta borib yoritib bersam o'zi $600 bo'ladi narxi sahifamda va plus 1 yillik vatdagi ekrandagi reklamasi ketadi. Endi ekranga reklama qo'ysak, bilasizlar, Luboy bizga kirgan odam mana shunaqangi dam olayotgan odamlar ham, nimalar ham deb kelyapti, videoga olyapti va mana shunaqa qilib mayada burib iloji yo'q ekranni oladi. O'sha paytda reklamangiz chiqib qolsa, ketdi o'sha odamning sahifasida sizni videolaringiz, sizni nimalaringiz uchaveradi. Nima deysizlar? Homiy bo'lmoqchi bo'lganlar plus qoldiring. Gaplashamiz, shartlarni boshqalarni aytaman. Men agar haqiqatda 20 ta homiy yig'ilsa, keyin men nimani aytaman, o'sha ekranda o'rnatayotgan paytimizda berasizlar pulini. Men gaplashib, oldin sizlar bilan hal qilib olishim kerak. Assalomu alaykum.